uxladi Skype. Erta sahar taxminan 10da uyg'onaman, yana telefon qo'lda. Rekomendatsiyada Lidiya Salomon boshi va oxiriga o'tkazib ko'raman. To'lib informatsion bo'lsam bir xildek TikTok shortsam kuzataman. Tarmoq bormi yangilik, qanday kun kutadi ertangilik. Salom ali barobariga hech kim xafa qilmay, hayotimiz zanjirini davom ettirdimi. Noshkurchilik qilmay, ishlarim yomondimi. Kuzatamiz OAV rus tilida busimi. Kimlar uchun adrenalin El Clasico, men uchun Navi G2 klassika. O'ylanib to'qinimda kim bor kim yo'q, hammani qiziqishi har xil dunyo. Marvel yoki Metro Goldwyn Mayer, zdravый смысл bora xayr. Qahramonlar dunyosida qilganingda sayr, Googledan qidirib ko'r Mariana Beckmayer. Gap qolmaganida qilinadi falsafa kimlar uchun yetib bo'lmas masofa. Topiladi nasoqa, bosiladi masofa. O'z manziliga ega bu dunyoda har soha. Masalan aylanadi yer, hali davom etadi umr. Har bitta fuqaroni orzusida bir kumir etadi davom, hammada o'tadi yosh vaqt. Hech kim Miami'da beshafqat vaqt. O'zligini anglaganda deyishadi Edman, tunlari karomat ko'rsatganini Batman. Kim qanaqa o'ylasa menga farqi yo'q, do'stini sotganini deyman Redman. Menga farqi yo'q, menga farqi yo'q, yana kimga farqi yo'q, kimga farqi yo'q. Uxladi ICQ, uxladi Skype, uxladi XD, uxladi Vibe. Menga farqi yo'q, yana kimga farqi yo'q. Ishqiy munosabatga toqat yo'q, ayriliqdan keyin rohat yo'q. Kimga farqi yo'q, mana menga farqi yo'q, vashshi farqi yo'q.